fuqarolarning hayotida bevosita aks etib har bir inson uchun naqadar Bunda ayol tadbirkor. so'z demak oldiga kelishganimizni biz bu tizimda davom ettiramiz ko'rsatib. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, xush kelibsiz. Munosabat ko'rsatuvning bugungi soni kredit shartnomasini imzolashda nimalarni bilish kerak degan o'ta dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Keling, vaqtni g'animat bilib ko'rsatuvimizni ijodkorlarimiz tomonidan tayyorlangan lavhadan boshlasak. Marhamat. Kredit olganda ko'proq nimalarga ahamiyat berasiz? Uni foizi, muddati, stavkasiga. O'z vaqtida muddatini to'laganim yaxshiroq. Tinchroq bo'ladi-da, o'sha boshingiz ham ortaveradi, o'shaning uchun to'layveraman o'z vaqtida. Shartnoma berishadi ikki tomonlama. Ko'rganmisiz nimalar yoziladi bu yerda? O'qimaganman. Kredit yaxshimi yomonmi? Birinchi borganingizda yaxshi, keyin oxirida afsuslanasiz. Nimaga? Agar o'z vaqtida to'lamasa, rosa yomon ekan, qo'shimcha olganda yig'lab anaqa berganda. Nima bo'lgan? Endi ularga ham minus bo'lib ketar ekan, nimagalargadir berar ekan, minus bo'lib ketar ekan, yuragi siqilib berar ekan. Shu tinchroq, yaxshiroq. Hozirgi kunda deyarli 90% odam krediti bor deb o'ylayman. Bankdan kredit olayotganingizda ikki tomonlama shartnoma berishadi. O'sha shartnomani o'qib ko'rganmisiz? Nimalar yozilgan? Hozir shartnomanimi ko'pchilik haligi aytadi, bankka kiramiz, o'zi kredit olish olgunizcha ancha vaqt o'tib ketadi. Olish ham o'zi qiyin bo'lib ketyapti. Olganingizda ichkarida qancha ko'p kutasiz. Haligi o'qishga ham oxirida vaqtingiz bo'lmay, shu tezroq ishim bitsa yurayim, chiqib ketsam deydi odam. Chiqib ketadi. Deyarli ko'p o'qimaydi deb o'ylayman. Men o'zim ham o'qimaganman. O'qimagansiz. Nima yozilgan? Yo'q, qayerga qo'yayotganimni, ya'ni o'zimning familiyamlik bor joyda, o'zimning ism familiyam bor joyda, necha foizlik joyini o'qiyman, lekin u 2-3 varaq listda podrobniy o'qib chiqmayman. Kreditingiz bormi? O'zim kreditim yo'q. Oila a'zolaringiz, farzandlaringizdan? Yo'q. Kredit olish yaxshi, no foizi ko'p. Juda ko'p foizi. Dunyo bo'yicha statistika ma'lumotlariga ko'ra, nima 7%, 10% bo'lsa, u bank olsa bo'ladi. Bizlarda 20, 30 juda qimmat. Kreditingiz bormi hozirgi kunda nomingizda? Кредит? Ну, есть, да, кредит. Когда вы взяли кредит в банке, почитали там договор есть? Ну, так особо не читала. Почему? Ну, как-то доверяю. Kreditingiz bormi? Yo'q, kreditim yo'q. Olmaganmisiz? Yo'q, olishni ham xohlamayman. O'zi shartnomada nimalar yoziladi? Shu qanchada berish, qancha prosent olishi, qo'yishi o'shalarni yoziladi. Yana? Qaysi vaqtgacha? Yana nima yoziladi? Nima olishingizga bog'liqda. Qancha pul olishingiz, qancha vaqtda berishingiz. Zalogga bu narsa uy qo'yasizmi, mashina qo'yasizmi, o'shalarni yoziladi hammasi. Xo'p, hurmatli ekspertlar, mana vatandoshlarimizni, zamondoshlarimizni kredit olish haqidagi fikrlari bilan tanishdik. Endi buni sharhlashga o'tamiz. Hurmatli deputatimiz bugungi muloqotimizni boshlab bersalar, marhamat. Assalomu alaykum. Darhaqiqat o'zi kredit so'zini tushunchasini bilib olish kerak. To'g'ri. Latinchadan olganda ishonmoq ma'nosini bildiradi. Va bizni qonunchiligimizda, ya'ni Fuqarolik kodeksida kredit shartnomasi tushunchasi aniq belgilab berilgan, mazmun mohiyati. Ya'ni kredit shartnomasiga ko'ra bir taraf kelishilgan summani o'z vaqtida kredit oluvchiga yetkazib berish va kredit oluvchi esa shu olgan kredit summasini o'z vaqtida belgilangan foizlar bilan qaytarish majburiyatini oladi. Endi kredit shartnomasini tuzishda, imzolashda asosiy e'tibor beriladigan jihatlar shartnomadagi shartlar hisoblanadi. Ya'ni bevosita kreditni olishni o'zi summasi, uni qaytarish muddatlari emas, ertaga ushbu majburiyatni bajara olmasa qanday javobgarlik kelib chiqish masalasiga alohida e'tibor qaratish kerak. Ya'ni ko'p holatda mana hozir lavhada ham ko'ryapmiz, fuqarolarimiz endi kredit olish uchun ko'proq kredit shartnomasini to'g'risini aytishga, oxirgi betini ko'rib imzolash holatlari bo'ladi. Men o'ylayman, bu fuqarolarimizni bu holat bilan ayblamoqchi emasman, balki
ertaga ushbu shartnomani shartlarni ko'rmasdan turib imzolanishi natijasida kelib chiqadigan oqibatlarga e'tibor qaratish kerak. Ya'ni ertaga to'lamaganda yoki to'la olmaganda, o'ziga bog'liq bo'lmagan holatda to'la olmaslik holati ham bo'lishi mumkin yoki qasddan to'lamaslik holatlari bo'ladigan bo'lsa, ertaga kelib chiqadigan javobgarlik masalasini shartnoma tuzayotganda albatta meni fikrim shu bank yoki shu kredit oluvchi yuridik xizmat xodimini vakilini jalb qilgan holda shartnoma shartlarini batafsil tushunish kerak yoki bank unga ko'proq tushuntirishi kerak. Endi amaliyotda nima bo'lyapti? Amaliyotda ko'p holatda kredit shartnomasi namunasi tayyor. Har bir tijorat bankining o'zining kredit siyosati bor. Albatta bank kredit berish va undan olingan foizni o'z vaqtida qaytarishga manfaatdor. Fuqaro esa ertaga bu kreditni qaytara olmaganda ko'proq javobgarlik bilan bog'liq masalalarni to'liq anglab yetmaydi yoki kechirasiz majbur bo'lgan holatda tezroq olish uchun mana yuqorida lavhada ham ko'rdik, imzolab beradi-da, keyin o'rtada nizo chiqadi. Nizo chiqqandan keyin albatta endi u shartnoma kim tomoniga ishlaydi? Albatta ko'proq kredit beruvchini, kredit tashkiloti foydasiga ishlaydi. Chunki qarz bergan u belgilangan shartnomadagi pulni bergan, endi talab qilish majburiyati, huquq paydo bo'ladi. Va buni oqibatida fuqarolarimiz ko'p holatda huquqiy ongi savodxonligini ko'proq ishga solib shu shartnomani imzolayotganda alohida har bir bandiga erinmasdan e'tibor qilib olinadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, kredit olmoqchi bo'lgan odam ham o'sha shartnoma shartlarini ko'rib bir yana o'ylab ko'radi yoki kimdandir maslahatlashadi. Ertaga to'g'risi haligi qo'pol qilib aytganda ozgincha kredit olaman deb kattagina boshiga bir muammoni orttirib olishdan o'zini ehtiyot qilgan bo'ladi degan fikrdaman. Xo'sh, marhamat, mana tomoshabinlarimizning savollari, fikrlari, mana hurmatli deputatimiz, demak, shu kredit shartlarini, shartnomasini imzolashda qandaydir bir bo'shliq bo'lsa kerakki, odamlar kelib tez-tez qo'l qo'yib ketyapti va buni oqibatida keyin har xil nima deydi, odamlarga og'ir tushadigan muammolar kelib chiqmoqda. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari va aziz xalqimiz. Mana haqiqatda to'g'ri masala ko'tarilgan. Kredit shartnomasi imzolanishidan oldin kredit shartnomasini ishtirokchisi nimalarni bilish kerak, asosan nimalarga e'tibor qaratish kerak degan masala. Birinchi navbatda shartnoma ikki tomonni huquq va majburiyatlari belgilanadigan, ko'rsatilayotgan xizmatlarda shartlari, qoidalari aks ettiriladigan hujjat hisoblanadi. Haqiqatda bugungi kunda mana hozir lavhada ham ko'rdik, fuqarolarimiz deyarli shartnomani matni bilan tanishmaydi, uni mazmun mohiyati bilan qiziqib ko'rmaydi. Vaholanki biza mana shu Markaziy bank tomonidan tijorat banklari va umuman tijorat banklari ham moliyaviy tashkilotlar va ularning iste'molchilari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishga qoidalar belgilab qo'yganmiz. Ya'ni bu qoidalar shundan iboratki, ko'rsatilayotgan xizmatlar, shu jumladan kredit mahsulotining shartlari to'g'risida iste'molchiga, ya'ni qarz oluvchiga batafsil ma'lumot bilan tushuntirib berish kerak. Uni muddati qancha, foiz stavkasi qanaqa belgilanadi, agar vaqtida to'lamasa qanaqa oqibatlar kelib chiqishi mumkin kredit oluvchiga. Bundan tashqari o'sha kredit munosabatlariga kirishayotgan qaysidir kafil bo'layotgan uchinchi shaxs bo'lishi mumkin yoki mulkini garovga qo'yayotgan uchinchi shaxs bo'lishi mumkin. O'sha shaxslarga ham kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlar to'g'risida, ya'ni kredit vaqtida to'lanmasa uni daromadlariga qaratilishi yoki mol mulkiga qaratilishi to'g'risida ogohlantirish kerak bo'ladi. Bu narsalar hammasi bugungi kunda fuqarolarimizga tushuntirib berilib kelyapti. Bundan tashqari shartnomalarni matni bilan tanishishlari uchun shunday qoida belgilanganki, shartnomani imzolashdan oldin iste'molchi shartnomani uyiga olib ketishi mumkin, namunasini uyiga olib ketishi mumkinda, u bilan batafsil tanishib chiqish kerak. Uni hech kim majburlamaydi. Mana sizga 15 minut vaqt yoki 20 minut vaqt siz shuni imzolab berishingiz kerak degan qoida yo'q. Bu bo'yicha batafsil o'rganib chiqib, o'zini moliyaviy holatini baholash kerak bo'ladi iste'molchi birinchi navbatda. Bu qarzni olgandan keyin ertaga buni oqibatida hisoblanadigan, buni natijasida hisoblanadigan foizlarni to'lay oladimi? Asosiy qarzni o'z vaqtida to'lay olishga uni moliyaviy imkoniyatlari yetarli bo'ladimi? Mabodo agar yetarli bo'lmasa, qaysi manbalardan
to'lash imkoniyati bo'ladi. U narsani o'zi tahlil qilish kerak fuqarolarimizni o'zi. Hozir bu yerda asosiy bilish kerak bo'ladigan narsa o'sha shartnomani to'liq matni bilan tanishib chiqish kerak. Keyin o'sha kreditni shartlarini to'liq bank xodimidan kerak bo'lsa o'sha qayta so'rab olish huquqi bor. Qayta so'rab o'zini fikrini oqilona qaror qabul qilishini tasdiqlab olish kerak bo'ladi-da. O'sha narsani hisobiga masalan endi to'g'ri men hozir bu masala bo'yicha ko'proq gapirib ketyapman, chunki biz to'g'ridan to'g'ri amaliyot bilan chambarchas bog'liqda bizning ishimiz. Chunki eng muhim masala shuda. Joylarda yurganimizda mana lavhadan ham e'tibor berdinglar, hammasi o'sha shartnoma bilan tanishmayapti. Oqibatda har bir to'lovni o'zini to'lov muddati bor-da, grafiklari bor. O'sha sana belgilanadi. O'sha sanada to'lovlarni to'lash kerak qarz oluvchi. Lekin to'lamagandan keyin u yoqda majburiyat yuklab ketilgan bo'ladi. Ya'ni bank o'ziga huquq berilgan bo'ladiki, men agar to'lamasam bankdagi hisob varaqlaringni yechib olish huquqim bor meni deganda, unga lekin fuqaro qo'l qo'ygan bo'ladi shartnomaga-da. Lekin shu bandlarga e'tibor bermasdan shartnomani imzolagan hisobiga ertaga shu munosabat, shu holat paydo bo'lgandan keyin murojaatlar ko'payadi-da. Ko'pmi shunaqa holatlar, masalan, shu shartnomani imzolashda e'tiborsizlik tufayli keyin qarzga botib, bu shunaqa holatlar ko'pmi? Yetarlimi? Qaytarilmagan muammoli kreditlar to'g'risida. Hozir sizga bir qo'shimcha qilmoqchiman, siz to'g'ri savol qo'yapsiz-da. Kredit olib to'lashga qobiliyati bo'lmay, qiynalib yurganlar ko'p. Biza mana misol uchun tajribada ko'ryapmiz, mashinaga kredit olgan. Mana hozir e'lonlarda agar e'tibor bersanglar, mashinani sotyapti shuncha summaga. Nima uchun? Yo'q, buni hali to'lovi bor deydi. Chunki boyaga olgan anavi bo'lsa. Mana biz iqtisodchi sifatida aytamiz, kreditni agar olmoqchi bo'lsa, men shaxsan hozirgi foizli kreditga qarshiman. Iqtisodiyotni yeb o'ltiradi bu 25, 30 boshqa va hokazo. Kreditlarning darajasi ham ma'lum bir daraja ancha yuqori. Bu iqtisodiyotni rivojlanishiga yaxshi imkoniyat yaratib bermaydi. Qarang, qoida bo'yicha Qudus aka, kredit olmoqchi bo'lgan shaxs shu narsani esdan chiqarmash kerakki, uning oylik real topayotgan daromadining kredit summasi 50% dan oshmashi kerak. Mana konkret javob. Biz buni iqtisodiy nuqtai nazardan hisoblab chiqqanmiz. Agar o'sha summani kredit hisobidan to'lov darajasidan 50% dan oshiq bo'lsa, kredit olmaslik kerak. Bu birinchi shart. Men bugun mana perdachi bo'lgani uchun aytayapman. Ikkinchi shart bor. Odamlarimizda shunday. Hozir lavhadan ham ko'rdik. Odamlar kelgusida mumkin bo'lgan daromadlarni ham qo'shib kredit olgisi keladi. U xayoliy daromad hali, yo'q daromad hali u. Lekin aytadi, ha, men shunday biznes qilsam yoki men shunday ish qilsam, shundan shuncha pul kelib tushsa. Keyin deydi, buni bemalol qutular ekanman. Yo'q, unaqa qilish kerak emas. Bizlar iqtisodchilar aytamiz, cho'ntagidagi real bor daromad bilan harakatga kelish kerak. Buni moliyaviy savodxonlik deb ko'p biz o'qtiramiz. Ko'pincha mana perdachadan ham ko'rdik, moliyaviy savodxonligi yaxshi bo'lmagan shaxslar siz aytgan muammoga duch kelyapti. Uchinchi masala juda muammoli masala. Bu kafil bo'luvchilar. Kafil bo'luvchilar, men shunday odamlarni eshitganmanki, kreditga kafil bo'lgan, majbur to'lagan shuni. Endi aytayaptiki, otam tirilib kelsa ham endi kreditga kafil bo'lmayman deyapti. Chunki uni ham mol mulkini olib qo'yadimi? Mana hozir aytdingiz-ku siz. Mol mulki boshqa va hokazo. To'rtinchi masala, mana shu kredit masalasida shartnoma haqida gap ketdi-ku. Bu men banklarni ayblamoqchi emasman. Har bir bank kredit turlari bo'yicha shartnomani ochiq e'lon qilib, doimiy berib borish kerak. Men shaxsan shu perdachaga kelganimcha, ko'rsatib kelganimcha, kredit shartnomalarini izlab ko'rdim. Onchalik banklarda bu kredit shartnomalari kreditlar turi bo'yicha ochiqchasiga e'lon qilinmagan ko'pchilikda. Men savol berdim, nima uchun bunday qilmaysizlar desam, yo'q, kredit oluvchi oldin kredit olmoqchi bo'lsa, keyin murojaat etsa, shartnomani biz qo'liga beramiz, tushuntiramiz, boshqa qilamiz va hokazo deyapti. Bankka men aytayapmanki, bankka borishdan oldin kredit shartlarini naqd qilmaysizlar.
beshinchi masala bor. Men xalqimizga kim xohlasa o'zini irodasi kredit. Lekin ma'lum bir muddatga olinayotgan kredit va to'lanayotgan foizini uni shuncha oyma-oy, misol uchun mana shunday mashina olganlar bilaman, oyda 8,5 million to'laydi bir oyda. 8 million, 8,5 million. Hali nasiya bir nima degan ham chiqdi, ha? Kreditda ham, nasiyada ham, boshqada ham. Men tavsiya qilardimki, xuddi shunday. O'sha misol uchun mashina olmoqchi bo'lsa, shu summani, mana banklarda kredit kalkulyatorlaring bor, to'g'rimi? O'shanga yozsa chiqarib beradi, u avtomatik ravishda platformada ishlaydi. Shunga tashlab ko'rib, xo'p, 36 oyga olyapti. Endi qaranglar. Har oyida bankka to'laydigan 8,5 millionini undan ko'ra xuddi bankka kredit to'laganday o'zi yig'inib borib, ma'lum bir muddatdan keyin shuni o'zini puliga to'liq sotib olgan ma'qul deyapman men. Chunki yo'q, eshitingda, unaqa ololmasdan emas. Ya'ni insonlarning moliyaviy savodxonligi haqida gap ketyapti-da. Men biron marta misol kreditga narsa olmayman. Ma'lum bir iste'molimdagi narsa agar juda zarur bo'lsa, o'shani yig'inib, misol uchun 1 yil piyoda yurib turaman-da, keyin boyagi mashinani olaman. Men oxirida o'sha foizlar bilan juda qimmatga tushib ketadi-da mijozga. Aytyapman, menda kalkulyator bo'yicha hisob kitoblar bor. Olib kelganmiz. Keyin yana bitta narsa, o'sha kredit shartnomasini mana Perdasham aytdi, shu oxirini o'qiymiz-da, imzolaymiz dedi. Klientning shartnomadagi shartlarni o'zgartirishga haqqi borligini mijozlarimiz esdan chiqarmas kerak. Har bir detalni o'qib chiqib, uni misol uchun bank birontasilar e'tiroz qilmaysizlar, bilamiz uni. Men buni bunday o'zgartiraman. Men buni unday o'zgartiraman. Bularda kredit siyosatida ham u yoqqa yoki bu yoqqa darajada kelishuv bor. Men demoqchimanki, olinayotgan kreditlar xuddi aka. Iste'molga olinayotgan kreditlar. Men yuqorida aytganimdek, voy kirmoshin, keng ommalashdi. Va ya'ni daromad keltirmaydigan kreditlarni olishdagi foizni daromad keltiradigan faoliyatdagi foiz bilan farqini biz alohida. Nima uchun sizlar savdoga yuqori kredit qo'yasizlar? Chunki obroti tez. Shuning uchun ham foiz yuqori. Demak, bizda hattoki iste'mol kreditidagi foizlar ham xuddi tijorat kreditidagidek savdo qilish darajada eng yuqori hisoblanadi. Misol uchun, mashina kreditga oldingizmi, undan xo'p taksi ishlashingiz mumkindir, boshqadir, lekin ko'pchilik agar iste'molga oladigan bo'lsa, bu iqtisodiy mohiyatan noto'g'ri hisoblanadi unga kredit olish. Men shuni aytmoqchiman-da. Men mazmunini tushuntirib beryapman buni. To'g'ri bilamiz, banklar sizlar o'sha foiz hisobida yashaysizlar. Endi shu iste'mol krediti nuqtai nazaridan oladigan bo'lsa, men o'ylayman, maxsus jamg'arma bo'lib, o'sha kreditni bir qismini qoplaydigan, bu ijtimoiy nuqtai nazardan, kam ta'minlangan oilalarga, mana misol uchun o'sha maxsus dasturlar atrofida 7% dan, kam foizdan berdik-ku. Maxsus jamg'arma qilib, ularni biznesni yuritib olishiga ko'maklashish uchun harakat qilishimiz kerak. Bo'lmasa, borib uydagi molini olib ketadi, gilamini olib ketadi, televizorini olib ketadi. Boy o'lgan ustiga tepganday qilib boshqa. Ya'ni biz hali bu kredit masalasida yangicha tartiblarni joriy etishimizga ehtiyoj tug'ilyapti xuddasi. Xo'sh, mana domlarni endi bankirlarga navbatni beraylik. Mana bir qancha e'tirozlar bo'ldi. Foizlar bo'yicha, keyin shu shaffoflik, shu bemalol aholiga kredit shartnomasining shartlarini katta yozuvda ona tilida ko'rsatib o'qitish kerak. Qo'l qo'ydirib olish kerak, o'qidim degan, endi xalqchil tilda aytganda-da, tokim ertaga men bilmabman deb sizlarga ham bu katta tashvishda. Qaytarilmagandan keyin marhamat. Banklar demak kredit amaliyotlarini amalga oshirishda demak ikkita bosqichda amalga oshiradi. Birinchi bosqichi bu o'sha mijozlar tomonidan ariza berilgandan so'ng kredit hujjatlari ko'rib chiqiladi. Ko'rib chiqilishida demak aytganlaridek mijozni qarz yuki ko'rsatkichi o'rganiladi, to'lovga layoqatliligi o'rganiladi. Bunda demak mijozni, qarz oluvchini daromadlari, mavjud rasmiy daromadlari va shu kungacha olgan majburiyatlari o'rganiladi. Demak, siz aytgandek, demak oylik 10 million oladigan bo'lsa, oylik to'lovi 5 million bo'lsa, kredit ajratishga demak ijobiy qaror qabul qilinadi. Ijobiy qaror qabul qilingandan so'ng, demak ikkinchi bosqichi kredit hujjatlarini rasmiylashtirish bosqichi amalga oshiriladi.
bunda demak o'sha aytilgan namunaviy kredit shartnomalari banklar tomonidan ishlab chiqiladi. Bunda demak yuridik departament ko'rib chiqadi shartnomalarni namunaviy shaklini. Markaziy bank tomonidan 30-sonli demak iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha tijorat banklarida normativ belgilangan. Shu belgilangan hujjat asosida namunaviy kredit shartnomalarini ishlab chiqadi. Bunda mijozning majburiyati, huquqlari, shuningdek banklarning majburiyatlari va huquqlari aniq ko'rsatiladi. Endi mijoz ariza bilan murojaat etganda mijozda bankning rasmiy veb-sayti yoki kol markazlari orqali xizmat ko'rsatiladigan mahsulot bo'yicha demak bilib olishlari mumkin mahsulot shartlarini, asosiy shartlarini. Shunda demak kredit kalkulyatori ham belgilangan rasmiy saytda. Undan tashqari shartnomaning namunaviy shakli ham bankning rasmiy veb-saytlarida joylashtirilgan. Shu orqali demak shartnoma bilan tanishib chiqish imkoniyati yaratilgan. Foizlar dedi domla. Bersangiz aynan bitta mana foizlar qayerdan olinadi degan savol ham kredit bo'lgandan keyin tabiiy savol, marhamat. Mana hozir ustoz aytib o'tdilarki, o'sha oladigan daromadini 50%dan ko'pini bermaslik kerak. Qarz yuki ko'rsatkichi mana bu kishi aytib o'tdi, juda to'g'ri narsani aytdilar. Sababi bu bo'yicha Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan normativ hujjat bor. Ya'ni bitta qarz oluvchini qarz yuk ko'rsatkichi uni oylik daromadlarini 50% dan oshib ketmasligi kerak. Ya'ni u bitta shartnoma bilan bo'lishi mumkin yoki bir necha shartnoma bilan bo'lishi mumkin bu narsa. Bu bo'yicha aniq cheklov qo'yilgan. Bu narsaga hech qanaqa yo'q, e'tiroz yo'q. Qarz yuk ko'rsatkichi shu 50% dan oshganda berilmaydi. Ikkinchi masala shartnoma namunasi bilan tanishish. Hozir banklar tomonidan rasmiy veb-saytlarida har bir mahsulot bo'yicha ularning asosiy shartlari joylashtirilgan bo'ladi. Asosiy shartlari joylashtirilgan bo'ladi. Shu bilan bir qatorda o'sha shartnoma bilan o'sha mahsulotdan foydalanish uchun, o'sha mahsulotdan olish uchun, kredit olish uchun, misol uchun kredit olish uchun tuziladigan shartnomaning namunaviy nusxasi oferta ko'rinishida yoki shartnoma ko'rinishida, shartnoma shaklida joylashtirib qo'yilgan bo'ladi. U bo'yicha o'sha bankka bormasdan turib joriy tanishib chiqish imkoniyati mavjud bo'ladi. Shu jarayonda qo'shimcha savollar tug'ilganda o'sha qisqa raqamlari bor, kol markazlari hozir juda ham yaxshi ishlab turibdi banklarda. Telefon qilib mutaxassislar bilan aniqlab kiritib olish imkoniyatiga ega. Foizlar masalasi qolib ketmasin, domla, bu juda katta foiz. Foiz qanday belgilanadi? Foizlar endi mana ustoz o'zingiz yaxshi bilasiz, har bir aktiv joylashtirildan oldin uni jalb qilingan resursi bahosiga qarab belgilanadi-da. U jalb qilingan resursi bahosi hisobga olinadi. Undan keyin o'sha bankning marjasi qo'yiladi. O'sha marjadan keyin yillik foiz stavka belgilanadi-da. Hozirgi kunda mana ko'ryapsiz, aholidan 26-27% gacha depozitlar jalb qilinyapti-da. Bu ham kichkina foizdagi jalb qilinayotgan resurs emas aslida. Bundan tashqari banklar bu olayotgan daromadidan soliq to'laydi. O'shalarning hisobidan foiz stavkasi oshib ketyapti-da. Hozir endi biz bu bo'yicha ish olib borilyapti. O'sha resurslarni ham narxini optimallashtirish bo'yicha, keyin shu joriy qilinayotgan kredit mahsulotlarini ham foiz stavkalarini optimallashtirish bo'yicha ish olib borilyapti. Bu bo'yicha to'xtab qolingani yo'q. Gapirgan inson aytdilarki, xorij bilan solishtirganda bizda stavkalar yuqori deb aytdilar. Bu meni gapim emas, ularning gapi. Xorijiy davlatlarda dunyoga tanilgan banklarning stavkalari ancha past. Mayli, stavkalarni qo'yib turaylik. Men hozir bu ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida yaxshilab tahlil qildimda, tahlillar jarayonida 2-3 ta o'ziga xos bir sarkazm jumlalarni ko'rdim. Birinchisi, kredit olish bu insonni orzusini sotib olish ekan. Lekin u orzu dahshatga aylanmasligi uchun mayda harflarda yozilgan mavzuni o'qish kerak degan joyi bor. Juda ham to'g'ri gap. Endi yana bittasi, ikkinchisini nima mayda harflarda? Mayda harflar bilan, shartlari bilan yaxshilab tanishish kerak degan ekan. Ikkinchi yana shunga o'xshagan iqtibos, ikkinchisi inson kredit olishdan oldin detektivga, ya'ni isquvarga aylanish kerak. Toki o'sha mayda harflar bilan yozilgandagi qopqonni topish uchun degan. Bu endi albatta sarkazm, mubolag'a, lekin men ko'proq boshqa masalaga e'tibor bermoqchiman. Siz aytganingizdek, uydan turib barcha banklarni solishtirish bu inson uchun foydali. Lekin mana siz olim odamsiz. Olimlikda asosan raqamlar ahamiyatga ega. Raqamlarga e'tibor bering-a. 30% aholigina faqatgina huquqiy savodxonligi yuqori darajada ekan. Va buni aksi 70% aholi
aynan shu solishtirish tamoyili, ya'ni eng o'ziga maqbul bo'lganini tanlash emas, reklamaga qarab kredit olar ekan. Endi qarang, sizlar albatta sharoit yaratganlaringiz yaxshi, lekin bugungi kunda uzoq davlatdan turib biror bir mahsulotni sotib oladigan bo'lsangiz, bizda taksida olib keladigan narxda sotyapti. Bu nima uchun? Mijozlarning qulayligi uchun. Endi qarang, meni yoshim 60 ga chiqdi. Endi masalan taqdiri taqozosi bilan kredit olib mashina olgim kelyapti. Sizlarga boraman, marhamat menga kredit beringlar desam, birinchi shartingiz albatta zalog deydi-ku, nima garovga bir nimangiz bor deysiz, to'g'rimi? Bu birinchisi. Ikkinchisi, menga bermaysizlar. Nima uchun? Chunki meni yoshim 60 ga chiqdi. Mabodo men qazo qilib qolsam, kredit ko'chada qolib ketishi mumkin. Lekin garovda mahsulotim turibdi. Meni farzandim to'lashi mumkin yoki boshqa odam to'lashi mumkin. Shunda ham 60 yoshli odamga berilmayapti. Bu yerda aytmoqchimanki, sizlarni banklaringiz, hammangiz kelishilgan holatda nihoyatda erkatoylik qilmayapsizlarmi? Xo'p, marhamat, kim javob beradi? Bu o'rinda to'g'ri boya kichkina harflarda yozilgan narsalarga e'tibor bering deb iqtibos keltirdi. Endi bunda asosan bu birinchi navbatda mana suvga chanqog'i bor odamni tasavvur qiling. Ana yoz chillasida chanqab turgan odam borib suvni iliq yoki u ichish kerak bo'lgan suv filtrlanmaganiga qaramaydi-da, ichadi, chanqog'ini qoldiradi-da. Hozir bizning aholimizda kreditga bo'lgan ehtiyoji xuddi shunga o'xshagan. Mani o'xshatishim bu. Shunchaki kreditga bo'lgan ehtiyoj, talab juda ham yuqorida. Buni hisobiga kreditlarda foiz stavkasi ham, uni muddatini ham, boshqasini ham, boshqa shartlarini ham chuqur o'rganmasdan aholimiz shu narsani olib, foydalanib, qaytarishga harakat qilyapti-da. Xalqaro miqyosda u yoqlarda talab bunchalik darajada bizanikidaqa ko'pmasligi uchun ularda foiz stavkalari birmuncha bizga nisbatan pastroq. Qancha talab yuqori bo'lsa, u narx bozorda talab va taklif asosida shakllanadi-da. Mana ustoz juda ham yaxshi biladi bu narsani. Hozir bizda talab yuqori bo'lgandan keyin o'z-o'zidan mahsulotlar narxi ham oshadi-da. O'z-o'zidan mahsulotlar narxi oshadi. Shuni hisobiga biz bozordagi kreditga bo'lgan talabni qondirishga eng yuqori darajada harakat qilyapmiz, lekin baribir bu narsa uchun e'tirozim bor, kechirasiz. 0% ham aytadi-da, masalan shunaqa kredit ham bormi? Hali ayniqsa maishiy texnika sotib olayotganingizda. Bir narsa mayli, men gapirsam, endi kutib turdik. Demak, bizga juda ko'p murojaat bo'ladi. Aynan kredit masalasida ham yuridik shaxslar tomonidan, ham jismoniy shaxslar tomonidan shartnomalarni o'rganib berish, o'sha jarayonlarda qatnashish. Men oshig'ini aytaman, bizning fuqarolarimiz ko'p holatlarda qachon berasizlar, necha pul berasizlar, jami qaysi sanada necha puldan to'lashim kerak. Bo'ldi, shuni qaraydi. Ko'p holatlarda uni ichki shartnomaning ichlariga kirmaydi. Uni sabablari bor. Agarda birinchidan odamlarning fikri borki, men ham ko'rmaganman, agar boshqacha bo'lsa aytishlarim mumkin, jismoniy shaxslar borib turib, mana bu shartingiz menga yoqmadi, o'zgartiring degan joyda o'zgartirilgan holatini men hech ko'rmaganman. Jismoniy shaxslarda, yuridik shaxslarda ko'rganmiz va juda ko'p ko'rganman. Biz bu borada muzokaralar ham olib borardik. Mana shu shartnomalar bo'yicha o'sha yuridik shaxs nomidan va o'zgartirilardi. Jismoniy shaxslarda ko'rmaganmiz. Keyin undan tashqari jismoniy shaxslarda cho'chiydi. Agar hozir mana buni o'zgartiring desa, u asosan nimani o'zgartiring deydi? To'la olmay qolsam, peniyani kamaytiring, boshqa desa, boshidan bu odam to'lamasligini o'ylab turibdi degan fikr bo'lib turib, keyin balki menga umuman bermay qo'yar degan fikr yuradi odamlarda. Lekin shartnomani albatta ko'rish kerak. U yerda ba'zi banklarning shartnomalari bir-biridan farq qiladi. Misol uchun ba'zilarda peniyani o'zi bo'lsa, ba'zilarda endi qaysidir bankni bu anaqasiga tegib qolmasin, nomini aytmayman, peniyaga peniya qo'yadi. To'la olmadingiz-ku, har bir kunga peniya bo'lsa, peniyaga peniya qo'yadi. Agar xohlashsa men aytib berishim mumkin qaysi bankligini ko'rsatuvdan keyin. Peniyaga peniya qo'yadi. Biz buni ko'rib hayron qolganmiz, to'g'risi. Bir qancha to'lovlar, boshqalar mana shunaqa ketaveradi. Endi bundan tashqari bizda endi odamlar yaxshi niyatda oladi, haqiqatan ham to'layman deydi. Birinchi navbatda o'sha to'lasam bo'ldi-ku deydi. Nafaqat huquqiy tomonini, iqtisodiy tomonini ham qaramaydi. Mana bizga oxirgi menga bir shartnoma olib kelishganda, men birinchi iqtisodiy tarafidan qaradim. Qaysiki 18 million qanchadir mingdan har oyda to'lash kerak, uy olyapti. Lekin bir
400 qanchadir ming so'm asosiy qarzga, qolgani foizlarga ketib turibdi. Bu dahshat degan narsa-da, bu dahshat. O'sha men o'sha joyini tushuntirib berganimni o'zida biz ichkariga kirib o'tirmadik. Bo'ldi dedi. Keyin odamlar o'ylaydi, demak o'zbek tilida yozilgan-ku, o'qisam tushunar ekanman deb o'ylaydi. Agarda siz shartnomani o'zbek tilida yozilganini haqiqatan tushunurganingizda, bu dunyoda yuristlar, advokatlar bo'lmasdi. Har bir jumlani ichiga kirish kerak. Men oddiy misol aytaman, bir shartnoma olib kelishdi. Halol nasiya savdo deb shartnoma olib kelishdi. Men ham shuni ko'rib juda hayron qoldim. O'shani o'qib chiqdimda, bu kreditga olib turibdi-ku bu pulni dedim. O'sha kichkina harflarda boya siz aytgandek yozilganda bank, mana shu tashkilot to'lov qilib bo'lgandan keyin ham avtomobilni taxtdan yechmaslik huquqini saqlab qoladi va bu avtomobilni deb turibdi. Xohlagan narsa uchun garovga qo'yib qo'shimcha pul olishi mumkin deyilgan. Bu dahshatli narsa. Keyin men qo'ng'iroq qildim, ular mutaxassis bilan gaplashdim. Unaqada sizlar dedim, bino olish uchun ham buni avtomobilni garovga qo'yishinglar mumkin. Ertaga bu 5 yildan keyin to'lab bo'lgandan keyin ham yechib bermasliginglar mumkin. Ha, to'g'ri shunaqa deydi. O'shaning uchun albatta endi bizga misol uchun har kim o'zini sohasini biladi. Ben borib doktorga nimanidir o'rgatmayman, yo men borib elektr bilan shug'ullanuvchilarga o'rgatmayman. O'shaning uchun har bir sohada yo'nalishni o'zini odamga berishga. Bu birinchidan. Ikkinchidan, endi bizda haqiqatdan foizlar juda baland. 49% gacha ko'tarilib ketdi. Agar ishonmasanglar, men aytishim mumkin qaysi bankligini. 49% gacha. Mayli 49% bo'lganda ham bitta bu argument keltirish mumkin. Aqchi majburlamayapti-yu, o'zi borib o'z xohishi bilan olib turibdi. Yoqmasa olmasin deyish mumkin. Lekin bu yerda yana bitta narsa bor. Biz oxirgi konstitutsiyaga o'zgartirish kiritganda birinchi moddaga O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy davlat ekanligini ko'rsatdik. Ijtimoiy davlat deganda birinchi navbatda insonning eng birinchi uyga bo'lgan ehtiyoji, undan keyin eng zarur oziq-ovqat, kiyim-kechak o'shalarni ta'minlab boshlanadi. Bu yashash uchun zarur bo'lgan. Xo'p, mayli bu nima deydi, aylanma mablag' uchun yoki bir komfort uchun, mashina boshqa uchun olish mumkin. Uy uchun dunyoda agar qaraydigan bo'lsak, uzog'i 2-2,5% dan baland bo'lgan kreditni topish qiyin-da. Bizda 28%. Bu 20. Nima uchun deb boya siz to'g'ri savol berdingiz. Qayerdandir hisob kitob nima uchun bu shakllanadi desangiz, ko'p holatda bitta argument keltiradi bank xodimlari, bizning resursimiz qimmat deydi. Resursni 3 ta manbadan shakllanadi bizda deydi va ta'kidlab o'tdilar. Birinchisi fuqarolardan oladigan o'sha omonatlar hisobidan, ikkinchisi markaziy bankdan olamiz deydi, o'sha yagona stavkalash boshqa va uchinchisi tashqi resurslardan olamiz deydi. Lekin to'rtinchi resursni o'zlarining mablag'ini ko'rsatmaydi ko'pincha. Keyin undan keyin nima uchun balansingiz faqat resursga olib boradi. Uni aslida uni faqat resurs bilan bog'liq emas, sog'lom raqobatga nisbatan menda shubha uyg'otadi. Nima uchun desangiz, yaqinda bir men ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldim, bir olimimiz aytib qoldilar, xudo ko'rsatmasin agar biz O'zbekistonga chet el banklari kirib kelsa bormi, ular 3-4% dan kredit beradi, hamma shunga o'tib ketadi dedi. Men endi ularga qarshi aytmoqchiman, xudo ko'rsatsin shukrlanib, bizning xalqimiz ham 3-4% dan kredit olsin. Nima uchun bizni o'zi men xafa bo'lmaylar va ko'pincha milliy so'zini ishlatishga, xalq so'zini ishlatishga ba'zi tashkilotlarga qarshi chiqaman. Mana milliy brend, milliy avto yoki mana milliy bank yoki xalq banki misol uchun agar uni millatga tegishli joyi bo'lsa aytsin, xalqqa tegishli joyi bo'lsa aytsin. U aksiyadorlik jamiyatlari-ku ko'pchiligi. Misol tariqasida biz bilamiz, mana ba'zi millatlarning milliy banklari bor, u chet eldagi fuqarolarga ham agar o'sha millatdagi bo'lsa unga pul ajratadi. Bizda unaqa emas-ku, biz ko'p millatli davlatmiz yoki o'zbek bank emas-ku. Misol uchun boshqa fuqaro kelsa ham o'sha foizli oladi yo uni shartlarida yozilmagan. Bu mana shunday bank, mana bunday deyilmagan. O'shaning uchun fuqarolarimiz albatta shartnoma shartlarini o'qish kerak. Keyin eng hozir mana ko'p bizga bo'layotgan murojaatlardan bittasini aytaman. Mana shu kafil masalasida odamlar ishonib men bo'ldi dedi, qo'l qo'ysangiz bo'ldi dedi, yo uyingizni garovga qo'ysangiz bo'ldi dedi. Hozir juda janjal mana shuni orqasidan ko'pda yana odamlar bizga keladi, qanaqa qilib shuni to'lamasam bo'ladi deydi. Yo, qanaqa to'lamasam bo'ladi? Men olmaganman uni deydi. Men borib oddiy faqat qo'l qo'yib berganman. Nimaga qo'l qo'yayotganini mohiyatan yetib bormaydi. To'g'ri aytasiz. Siz buni kafil bo'ldim deganingiz, bu odam to'la olmasa men to'layman deganingiz. Siz majbursiz deymiz. Keyin u nima bo'ladi? O'zi bankka ham unaqa janjallashib, urushib yurish kerak emas. Bular ham uni nima deydi? Bironta bank g'araz niyat bilan bermaydi pulni. U unga kafilligi ham
kafiliga yoki bo'ldi iloyim mana shu to'la olmay qolsin-da, mana shu uyini olib qo'yaylik yo mashinasini olib qo'yaylik demaydi. Ularga bu qaytangi bosh og'riq. Undan ko'ra shu pulini bersa, tinchgina yopsa bo'ldi. Yaxshi, nimani gapirdingiz-ku? Boyagi savolga javob ola olmadim-da, qarang, mana qanday shakllanishini Konstitutsiyada belgilangan tamoyilni eslatdilar. Ijtimoiy davlatda fuqarolarni manfaati eng muhimi inklyuziv jamiyat degan tushuncha bor. Inklyuziv jamiyat degani jinsidan, yoshidan, millatidan farqi yo'q. Hamma uchun bir xil sharoit yaratilishi shart. Aynan bu borada meni savolim ochiq qoldi. Mana bularning ham e'tirozlari. Aynan kimligini, shaxsini ahamiyati yo'q. Hamma uchun O'zbekistonda bir xil sharoit yaratilishi shart deb konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Bunga nima javob bera olasizlar? Marhamat, kim javob beradi? Endi hozir bu sizlar o'ylab turguncha men bitta narsani aytay. Sizlar hozir imkon beraylik Rustam aka. Sizlar hozir bir minut. Sizlar hozir foiz qanday shakllanadi deganda men konkret tushuntirib bermoqchiman-da, qisqacha 1 minut. Birinchidan Markaziy bank qayta moliyaviy stavkasi 13,5%. Banklar 13,5% dan pastga kredit bera olmaydi. Birinchisi. Bular kamida boyaga marja deyapsizlar-ku. 10% qo'ysagina shunda 23,5% bo'lyapti. Men kredit eshitdim hozir. Eshiting hozir. Men buni bilganimcha aytayapman-da. Bu bankirlarni foiz bo'yicha bularni qoralamaylik. Foizni men tushuntirganim ham shu bo'lyapti-da. O'sha 13,5% Markaziy bankka. O'zimizga yaxshi-ku marjasi boshqasi bo'ladigan bo'lsa, bular bankda oylik to'laydi, boshqa qiladi. Mana misol uchun valyuta operatsiyalarida bular g'irt ziyonga o'tiradi ko'pchiligi. Daromad qilmaysizlar aytib qo'yay. Men tahlillar mana valyutani olib sotadi-yu. Banklardagi daromadlik yo'q, daromadlik yo'q. Siz raqam qarang, men osmondan gapirayapman. Valyuta almashinuvidagi farq bor-ku o'rtasida. Banklarda unday katta daromad qila olmaydi. Mana banklar aytdi, men boshqa va akaza. Lekin bular misol uchun imtiyozli kredit beradi. Bu ham davlatning bularga bergan resursi hisobidan bularga ayrim cheklovlar beradi. Qaramagan bank kerak. Hozir mana chet el banklari kirib kelyapti, lekin ular O'zbekiston bankining stavkasida bo'lib qolib turibdi. O'zbekchilik bo'lib turibdi-da. Uni chet eldan kelgan nima bo'ldi? Chet eldan kelsa, sog'lom raqobat qilsin. Hozir sizni aytganingiz bo'yicha Markaziy bankni puliga qaram bo'lib qolgan bank bo'lsa, Markaziy bank stavkasidan tusha olmaydi. Shunaqa banklar kelsinki, undan ham pastga tushsin, bersin 3%, 5%. Emas, bu yerda qoida bor. Yo'q, valyuta bo'yicha beradi, mana 8% qayta moliyalashtirish stavkasidan pastga berishga bularning haqqi yo'q. Men bularning yonini olmayman. Qoida shunaqa, to'g'rimi? Qo'shmani o'zlari aytsin, bularga ham imkon beraylik, marhamat. Shu mana shu muhokama bo'lib turgan jarayonga aniqlik kiritib o'tmoqchiman. Marhamat. Markaziy bankda qayta moliyaviy stavkasidan past foizda kredit berilmaydi degan qoida yo'q. Unaqa qoida yo'q. U qayta moliyaviy stavkasi bozordagi talab taklifdan kelib chiqib belgilab turiladigan resursga bo'lgan talabni maqbullashtirib turiladigan stavkada u. U arzon kreditlar beriladi. Masalan, valyutni kreditlar bizada ham 10%, 12% dan berilyapti. Valyutni kreditlar bor shunaqa. Bunda hech qanaqa e'tiroz yo'q. Faqat mana bizda bevosita o'sha iste'mol kreditlariga bo'lgan talab juda ham yuqoriligi sababli qaysi kreditga nisbatan anaqa past, hammasiga baland. Mana yo'q. Mayli, iste'molni tushunsa bo'ladi. Mana uy krediti, mana ipoteka kreditini olaylik. O'rtoqlar, biza endi ijtimoiy davlat deb qo'ydik-da, odamlarga hozir kreditni ajratilmasak 49% baland, lekin juda baland. Yo'q, yana ipoteka krediti bilan o'sha iste'mol krediti deyarli bir xil bo'lib qoldi-da foizi. Odamlar qanaqa bo'ladi uni? Rahmat, mana hozir lekin olib turibdi. Oldin foizi past, olish imkoniyati yo'q edi. Biz 2016-yilgacha ko'rdik-ku, deyarli olish iloji yo'q edi. Kimlardir olardi, kimlardir ola olmasdi. Qiyin edi. Hozir xohlagan odam ola oladi. Baland anaqadan, foizdan. Lekin foiz baland. Mayli biz shartnomalarga qaytadigan bo'lsak, balandligi bo'yicha mana hozir hamkasbim aytib o'tdilar. Jalb qilingan, demak, resurs mablag'lari deyildi. Mana hozir hukumat tomonidan ham demak, arzon resurslar banklar tomonidan jalb qilinyapti. Bu sohaga, demak, ijtimoiy sohaga yo'naltirilyapti. Mana xabarlarimiz bor. Ipoteka kreditlari berilyapti. Subsidiya asosida bu demak mijozga 12% dan tushadi. 12% dan yuqorisini demak byudjet hisobidan qoplab beriladi. Undan tashqari boshlang'ich badal uchun ham yana 30 milliongacha pul mablag'i tekinga berilyapti. Bu bo'yicha mana davlatning yordami berilyapti, qaralyapti bu sohaga. Endi
tijorat tashkilotlari bitta aniqlik kiritib ketaylik. 2025 yil 21 fevraldagi prezidentimizning uy-joy va ipoteka bozorini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bilan joriy yilda ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyalar to'lashning maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlangan bo'lib, ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyalar soni o'tgan yilga nisbatan 1,5 barobarga oshirildi hamda dastur doirasida 30 ming nafar talabgorga ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyalar ajratish belgilanmoqda. Marhamat, davom eting, chunki bu nihoyatda muhim. Demak, davlatimiz tomonidan mana resurslar, arzon resurslar berilyapti. Demak, bu kimlarga beriladi? Subsidiya xabarnomasi. Subsidiya xabarnomasi haqiqatdan ham uy-joyga ehtiyoji bor fuqarolarga beriladi. Muhtojlarga beriladi. Bu endi uyi bo'la turib, yana uy olaman desa, bu tijorat banklari tomonidan taqdim qilinadigan, demak, tijorat asosida foiz stavkalari bor, olsin tijorat asosida. Tijorat banklarini demak asosiy maqsadi foyda olishga qaratilgan. Odamlarni qiynayotgan yana bir muammo bor, juda dolzarb. Bu mana bu haqda mana o'zada ham katta maqolalar chiqyapti. Ya'ni bu odamlarni nomiga kreditlar olish. Bu nihoyatda xatarli narsa va ular qayerdan turib kredit oladi? Qayerdadir bo'shliq borki, odam bilmaydi, mana Suhrobning nomiga zo'r qilib kredit olib, keyin pullarni yeb qochib ketayotganlar ham bor-da, to'g'rimi? O'qiyapmiz-ku ommaviy axborot vositalarida. Shu sohada ishlayotganlar ham shu jinoyatga qo'l urgan holatlar bor, ha? Bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Bu nihoyatda muhim. Mana bugungi kunda bo'layotgan asosiy mana shu mavzuyimiz kredit bo'yicha bo'lgani uchun tijorat banklari tomonidan har bittasi onlayn kredit beriladi. Onlayn kreditda bular o'zini oldin mana eskirgan variantini tushuntiraman, to'lov tizimlari xodimimiz yoki bank tizimi xodimlarimiz deb aloqaga chiqishardi fuqarolarga. Sizning nomingizga kredit olishmoqchi deb bank xodimimiz deb chiqib, uni onlayn gaplashishga taklif qilardi. Siz yoki siz emasligingizni tasdiqlash uchun deb turib, Facebook ID'sini olish uchun onlayn fuqarolarimiz shoshib qoladi. Nomingizga firibgar tomonidan kredit olyapti deydi. O'zi firibgarlar telefon qiladi. O'zi bank xodimi nimasida qiyofasida chiqadi. Yana juda xatar. E'tibor bergan joyingiz bizlar deydi, ko'proq oldinroq markaziy bank xodimimiz deb chiqishadi. Vaholanki markaziy bank jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatmaydi, faqat tijorat banklarini muvofiqlashtirib boradi. Bu narsani biz targ'ibot, tashkilot jarayonlarida juda ko'p muhokama qilib fuqarolarga yetkazdik. Shunga qaramasdan endi ba'zi bir fuqarolarimiz shoshib qoladi. O'sha narsani eshitgan fuqarolarimiz ham hatto ish ustida edim, shuni men bilardim, ish ustida edim, lekin shunaqa holatlar bo'ldi. Misol uchun bir tish doktor opamiz bugun men tushuntirib ketaman, ertasi kun telefon qilib turibdi. Men nomimga kredit olib qo'ydi 130 million. Qanaqa oldi? Shu ular O'zbekistonda oladimi? O'zbekistonda. Ular e'tiborli jihati, ular ruscha, ko'proq ruscha chiqadi. Aksenti mana Ukraina, asosan Rossiya fuqarolariga chiqadi. Barcha ma'lumotlarni berib qo'yadi. Nomingizga kredit olishyapti yoki bo'lmasa oldi, o'shani biz to'xtatmoqchimiz deydi. Ishontiradida. Ishontiradi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, raqam uzr gaplardan. Marhamat. Mana 2024-yilning o'zida 8 oy davomida fuqarolar nomiga ularning xabarsiz 80 milliarddan ortiq mablag' kredit hujjatlar rasmiylashtirilgan. 80 milliard. Demak, shuncha mablag'i odamlar yemagan, haligi o'zimiz xalq tilida yemagan somsaga pul to'lash bo'lganda, fuqaro keyin o'zini haq-huquqini himoya qilaman deb sudga borgan, huquq muhofaza qiluvchi organga borgan, aksariyati majburlikdan to'lab ham qo'ygan. Haligi tinch, qulog'im tinch bo'lsin deb. Aynan bu masala Qonshiyda bo'shlig'ida, mana xabaringlar bor, yaqinda masalan meni ko'rmasdan qanaqa kredit ochish mumkin? Kredit axborot almashuvi to'g'risidagi qonun bor. Aynan kredit axborot almashuvi to'g'risidagi qonunga mana Markaziy bank bilan birgalikda qonun loyihasi ishlab chiqilib, mana kecha Senat kun tartibida ko'rilib ma'qullandi. Endilikda fuqarolar o'zining nomiga uchinchi shaxslar tomonidan kredit olishni taqiqlash bo'yicha murojaat qilish huquqi belgilanadi. Bu hozir bu tizim bor hozir, lekin javobgarlik yo'q. Endilikda qonun kuchga kirgandan keyin fuqarolar o'zining nomiga taqiq o'rnatib qo'yadigan bo'lsa, qaysi kredit tashkiloti bo'ladimi, boshqa mikromoliyalashtirish tashkiloti bo'ladimi, kredit beradigan bo'lsa, to'liq moliyaviy va boshqa huquqiy javobgarlik o'sha kredit ajratgan tashkilot zimmasiga o'tadi.
yo'q qanaqa man baribir mana onlayn kredit har kuni Qudus aka, menga qo'ng'iroq bo'lyapti. Bir jiddiy majlisda o'tiryapman. Rus tilida ichki ishlar xodimi menga bir kelasiz, menga ma'lumot bering deb aytyapti. Men aytdim, men bilasiz, qonun ustuvorligini ta'minlaydigan, menga qonunga bo'ysunadigan odam yo'q, ochig'ini aytaman. Lekin men o'zimga ishonch bilan aytdimki, yo'q dedim. Mana dedim, yonimda yuristim o'tirgan edi. Berdimda gaplashdi, keyin tugadi. Bir hafta o'tmasdan Rasul Xushorboyev ukamiz xuddi shu masalada unga ham tahdid bo'lgan va uni tushuntirdi. Ya'ni uni qo'rqitib turib, ma'lumotlarini olib, siz aytganingizdek Face ID yuziga suratga solib yuboring deb, o'sha ma'lumotga asoslangan holatda kredit olar ekan. Ana u kreditni keyin qanaqadir yo'llar bilan valyutaga aylantirib chetga olib chiqib ketar ekan. Asosan meni o'ylashimcha shimoldan bo'layotgan tahdidlar bu. Siz shunga izoh bering, chunki bu nihoyatda qarang, 80 milliard bu katta pul. Kiritmoqchi edik, ozgina qo'shimcha kiritmoqchi edik. Haqiqatdan ham bunday holatlar hamkasblarimiz ham aytganidek juda ko'payib ketgani hisobiga keyin kerakli tahlillar o'tkazib Markaziy bank kiberxavfsizlik markazi bunga chora sifatida, vaqtinchalik chora sifatida 2024-yil 1-noyabrdan vaqtinchalik tartib o'rnatildi. Unga ko'ra endilikda onlayn kredit rasmiylashtirilganda bir qancha pog'onadan o'tish kerak bu kredit oxirgi uni olmoqchi bo'lgan fuqaroga yetkazish uchun. Ya'ni scoring tizimi 2 marta o'tkaziladi kredit tashkiloti tomonidan. Qachondan boshlab? 2024-yil 1-noyabrdan boshlab. Scoring nimaning yaqinda? Xo'p. Scoring tizimi, ya'ni bu kredit axborot xizmatlaridan olinadigan ma'lumot, fuqaro qancha kredit tarixi to'g'risidagi ma'lumot hamda to'lov qobiliyati to'g'risidagi ma'lumot. Shunga ko'ra bu scoring 2 marta nega olinadi desangiz, birinchi marta zapros tushganda olinadi, ikkinchi marta uni natijasida o'sha scoring natijasida rozi bo'lsa, kredit tashkiloti pul ma'qullansa, yana bir marta tekshiriladi. Mana shu vaqt davomida unga yana qarz yuki oshmadimi? Chunki biz ko'rdik bir necha marta. Undan ko'ra mayli, endi kredit nihoyatda dolzarbda, bu hayot mamot masalasi. Ertaga uyidan ajraladi, mashinasidan. Shu onlayn yaxshidir, shu mijozni o'zi borib olsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Taklif qilib, ha? Bu qulaylik uchun yaratilgan. Yo'q, endi mayli, kredit olyapsiz, bir marta bankka borsangiz hech nima qilmaydi. Ommabopligi mumkin bo'lgan paytda borib nima qilaman deydi, oddiy narsada. Endi borib bankni, yana bankka borsangiz navbat kutish kerak. Bank hozir kreditlarning ommabopligi yildan yilga ko'payib boradi, ommaboplashib boryapti. Ayniqsa mana shu onlayn berilayotgan mikroqarz mahsulotlari, kredit karta mahsulotlari yildan yilga ommabop bo'lib boryaptilar. Ya'ni odamlarning kredit olish imkoniyatlari, ya'ni ularga bo'lgan kengayyapti-da. Bu qanaqa jarayon bo'ladi? Bu firibgar telefon qiladi. Firibgar telefon qilib, uni umumiy shaxsga doir ma'lumotlarni hammasini aytadi, u tasdiqlaydi, ishonadi odamda. Chunki u narsadan o'zi nima deydi? Biz xalqimiz ishonuvchan xalq-ku. Ishonadi, o'sha haqiqatda video viziv qiladi, video vizivdan o'tadi. Hamma jarayonlarda o'zi ishtirok etadi bunda-da. Bunda ishtirok etgandan keyin bank tomonidan kredit ajratiladi, firibgarni o'sha to'riga tushib qolgan bo'ladi fuqaro. Bu uchun biz mana hozir hamkasbimiz aytib o'tdilar, Markaziy bank tomonidan o'tgan yil 1-noyabrdan boshlab bitta qoida kiritildi. Bu 48 soatlik rejim. 48 soatli rejim. Kimdir ariza bilan murojaat qildimi? Ariza bilan murojaat qilganda u odamga agar qaytadan identifikatsiyadan o'tib, u o'zini haqiqatda olayotganligini tasdiqlamasa, bank tomonidan kredit ajratilmaydi. Bo'ldi. Demak, bu sohada to'xtaydimi kiber jinoyatlar? Kamayadi. Bu ancha kamayadi. Bu hozir men raqamlarda aytishga aniq raqamlar men ko'payib ketadi. Mana bitta misol aytaman. Hozirgi paytda misol uchun har xil texnika vositalar juda arzon narxda qo'yadigan odat chiqarishgan ekan. Menga bitta murojaat bo'ldi, shu bo'yicha juda arzon narxda men telefon olmoqchi edim dedi. Juda arzon ekan dedi. Olaman deb telefon qilsam, aka biz oldin sizni scoring tizimidan tekshirishimiz kerak dedi. Nima qilishim kerak desam, u uchun ID karta yo pasportni mana shunday holatda qo'yib rasmga tushirib bizga tashlaydi. Keyin mendan so'radi. Men aytdim,
tushirmay unaqa o'sha rasmingiz orqali sizni nomingizga kredit olish imkoniyati paydo bo'ladi unda dedim. Yana bitta chunki hamma ma'lumot bor pasportda o'zi turibdi selfida deganimdan keyin to'xtadi. Yana hozir bitta turlari qo'shimcha ko'payib qilaman. ketyapti. Suhrobbek, odamlarni ehtiyot bo'lishi uchun tavsiya. Men aytganimdek, ichki ishlar xodimiman deb tahdid qilish mumkin. Hayajondagi odamlar qamayamanga o'xshab yuristga uzatmaydi. Hayajonda bo'lgan paytda ma'lumotlarni berib yubormaslik uchun trubkani qo'yib, qaytadan o'sha odamga telefon qilsangiz, mutlaqo boshqa odamning telefoni bo'lib chiqar ekan. Mana bunga ehtiyot bo'lish kerak. Mana Bobur aka, shu joyda bir targ'ibot tashkilot ham olib ketay. Marhamat. Hozir mana eski mana hozir Markaziy bank yoki to'lov tizimi xodimiman deb aloqaga chiqishardik. Hozir bu tizim eskirdi. Fuqarolarimiz уже tushunib yetyapti. Ular endi mana shu kunlarda bo'layotgani ichki ishlar tergovchisiman yoki prokuratura xodimiman, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarimiz deb aloqaga chiqib, xuddi mana Bobur akam aytgandek bosim qiladi. Fuqarolarga bosim qilsa qo'rqib qolyapti. Shaxsiy ma'lumotlarni aytibsa shunaqa, davay. Keling, masalan, Toshkent shahardaman desangiz, men Samarqand prokuraturasidanman deydi. Davay, tez yetib kelmaysiz deydi. Chiqish qiluvdik-da. Savol bo'lganda men bir chiqish qilgandim. Agar tergovchiman, prokurorman, prokuraturadaman deb chaqirsa, nima qilishimiz kerak, borishimiz kerakmi, yo'qmi deganda o'sha ma'lumotlarimizni so'rab turibdi. Ma'lumotmisiz deganda, men ma'lumotlaringizni ha tekshirdik, endi keling bu yoqqa deganda, boringlarmi deganda, yo'q, borish shart emas. O'zi tartib qoidasi bor, Jinoyat protsessual kodeksiga asosan sizga chaqiruv qog'ozi yuboradi deganimda, ko'pchilik endi o'zimizni do'stlarimiz, o'rtoqlarimiz, o'sha huquq muhofaza qiluvchi organlarda ishlaydiganlar, aka o'zi bilasiz-ku, yuklamamiz og'ir, ishimiz qiyin. Endi yana siz ham shunaqa gapiribsiz, xafa bo'ladi. Lekin biz yurist sifatida prognoz qilib, mana shunday holatlar bo'lishi, sal zamondan o'sha paytda ozroq oldinga o'tdik. Katta rahmat. Shunga keldik. Bugun demak, qisqa xulosa, hurmatli mijozlar, vatandoshlar, kredit olayotgan payti mana bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etgan ekspertlarning tavsiyalariga amal qiling. Har bir shartini o'qing. Ana shundagina kelajakda ularning to'lov borasida muammolarga duch kelmaysiz. Biz bu haqdagi ko'rsatuvlarimizni tizimli davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. insonlarni hayotida bevosita aks etib inson naqadar ayol tadbirkor. so'z demak oldiga kelishganimizni biz bu tizimli davom ettiramiz.